Newtonga o'xshab qoldingiz. Baladan so'xlanish uning ortiqchiliklarni ta'riflashla emas, muhimi uningdagi yetarliliklarga qanday qarash masalasidir. Masalan, balaga hamisha Newtonga o'xshab qoldingiz degan nazar bilan qarasak, uningga rostla bara-bara Newtonga o'xshab ketayotganligini bayqaymiz. Qizimni hamisha Newtonga o'xshab qoldingiz deyishimiz qandaqdir uni maqtaganlik emas, balki tanqid qilganligimiz edi. Chunki kunlik turmushda hadisli bexaslik qilib, nurg'unlagan behuda savilliklarni sodir qilib turadi. Balaga deydigan bu gapimiz aslida kichik qizim kichik chog'ida o'qigan mundaq bir hikoyadan kelgan. Bir kuni tushda Newtonning bir do'sti uni yo'qlab kelibdi. Ammo u chog'da Newton berib tajriba ishlayotgan ekan. Mehmon Newtonning tajribasini tugatib chiqishini saqlab bo'lolmay, xo'jadarning Newtonga atab etgan tamog'ini yeyapti va Newtonning qaytib chiqishiga qaramay ketib qolibdi. Bir chog'da Newton tajribasini tugatib chiqsa, tamoq chirasi qalaymaqan turg'udik. Buni ko'rgan Newton, "Hey, asli tushda g'azoni yeb bo'lgan ekanman emasmi?" debdi-da, yana tajribaxonasiga kirib ketibdi. Durust. Talantli odatda qilayotgan ishiga majnunlarcha belib ketirganlik uchun turmushda nurg'unlagan kulkili ishlarni sodir qilib qo'ydi. Odamning kulkisini keltiradigan, hatto judunni o'rlatadigan shu qiziqarli kamchiliklar bara-bara qimmatli tamsiller sifatida eg'izini taraydi. Ammo real turmushdagi shundoq voqea va odamlarning ko'pinchisi bexudlik va kalvalikning mas'uli deb qaralib, kishilarning masxarasini qo'zg'aydi. Hatto sabrasini o'ldirdi. Bu hol bo'libmi bola tarbiyasida ko'proq uchraydi. Balalarning ko'pinchisi kichik chog'larda ma'lum bir ishga berilsa, uningga asabiylarcha 5 yil kirib ketadi. Masalan, cho'chaq qandoq paydo bo'lgandi degan masala haqida o'ylanib qolsa, onasining "Balam, tamog'ingni ye" deb necha qatim tovlig'ini anglamay, xayol surib o'tirib ketadi. Uyuga ziyoda berilib ketgan chog'larda hojat qilib o'tishni unutib, oxiri ishni siyib qo'ydi. Biror parcha qiziqarli rasmli kitobning ichiga kirib ketsa, shu kunlik topshiriqni unutib qoladi. Qisqasi, ming bolaning mabdum bo'ladigan ishi ming xil bo'ldi. Bular cho'nglarning nazarida tilga og'uchiligi yo'q, hatto qilcha ma'nosi yo'q ishlardan bo'lsa-mu, bolalar ham sodda, ham tajribasiz bo'lg'achqa, hamisha odamni tanqislikqa qoldiradigan ishlarni qilib soladi. Hatto chatoq terib qo'ydi. Cho'nglarning balada ko'rilgan ashundoq ushshaq-tushshak ayblarga qanday pozitsiya tutishi kichik ish emas, balki balaga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan cho'ng ish. Bir do'stim o'zining amalga oshmagan adabiyot tushi haqida to'xtalib mundaq bir ishni deb bergaydi. U tuluqsiz o'tirib maktabda o'qiyotgan chog'da qasqanda manda dumlab qo'ygan o'choqning oldida shamolchining paloqini ishtirgach o'tirib roman o'qiydi ekan. Ammo u kitob ziyod berilib ketgachga o'choqning o'tining allaqachon o'chib qolganligini sezmaydi ekan. Bu ish bir qancha qatim takrorlangandan keyin bu ishdan zararsiz o'lgan dadasi uni qattiq uribdi. U do'stim 30 yil burungi ishni tilga olsa, oshqatimliq tayoqning uning psixik sog'lomligi va kasbiy jihati kamolatiga salbiy ta'sir ko'rsatganligidan to'liq azoblandi. Bu do'stimning ashu qismati bilan Edisonning onasining o'g'li sodir qilgan savilliklarni qanday tushunib, o'g'liga qanday madadkor bo'lganligini selishtirib ko'rgan bo'lsaqlar, bolaning yaramliq bo'lib chiqmasligida ota-onasining bolalardagi ashundoq ushshaq-tushshak ayblayotgan pozitsiyasi va uni bir yoqli qilish usulining halqiliq rol o'ynaydiganligini his qilib yeta olamiz. Demak, bolalarning bilib-bilmay sodir qilib bo'lgan savollariga qanday qarash va uni qanday pozitsiya bilan bir taraf qilish oila tarbiyasidagi cho'ng ish. Qizimmi odatdagi bolalardan bo'lg'achqa boshqa bolalarga o'xshashla hamma ushshaq-tushshak savilliklardan ner bo'lolmaydi. Masalan, necha yuz yuanga elib bergan elektronlik lug'atni necha kun ishlatmay yutirib qo'ygaydi. Tuxum qo'riydigan chog'da tuxumni chaqib shokolad tashladim deb ichidagi tuxumning oq serig'ini axlatchiligiga to'kib o'tgan edi. Uning yana qaychini kirib saymon soniga solib qo'ying desam, u qaychini ko'tarib uyni bir aylanib chiqib, qaychini nima qiling degandan apa deb so'ragan edi. Undaq chog'larda men ilojsizlikdan faqat "Hey, Newtonga o'xshab qoldingiz qizim" deb qo'yatdim. Qizimning undaq Newtoncha qiliqlari menga nurg'un avorchiliklarni bergaydi. Masalan, u tuluqsiz o'tirib maktab chiqqandan keyin yotoqli maktabga kirdi. Shu maktabda bir qatim uy qaytadi. Dastlabda u ozna kuni uyga yenib kelib, qaytashda hadislar u nimasini, bu nimasini unutib qolib, maktab borgandan keyin "Falon narsam unutilib qopti, akilib beringlar" deb telefon qiladi.
Kızımның mektebi yirak bolğaçqa berip keliş üçün yarım gün ketedi. Şoňa idardan ruhsat eliş toğry keledi. Aşındaq çağlarda balanyň bu bexästelligiga naýat açygymyz käsimi, emma onu hergiz aýpilmeýdik. Fakat muş nersiňiz ekilip berimiz dep nurgu wagtymyzy sırap kıldykçymı dep goýatdyk. Bizningçe şuning özli kupaý edi. Çünki bala bizge telefon kılgan çağdalar özüniň bexästeligi wäjden bizge bir muncha awajak tep bergenligini allaqachon tunup yetken. Bundaq çağda balany ýene aýyplap ýürüşniň hajy ýok. Elbetde. Navada aýyplasek u bu iş üstüde inçilik bilen oýlanmakda ýok, eksinçe özüni aklaş tarapi götürdü. Kızım her qatim öýe kelip qaytışda onun yeni birer närsini unutup kalıp bizge awarjak tep berişini ensirep tursakmı, onun närs gereklerini ýygyştyrjyga asly ýardamlaşmaýdyk. Fakat obdan oýlap bakın kızım, birer närsiniz unutulup kalmasın dep goýatdyk. Şunda kılıp azrak wagt ötkenden keyin u elip meňişki tegişik närslerini naýaty edetlik bilen ýygyştyryp taýýarlaýdygan, hädisa närs gereklerini unutup kalmaýdygan boldy. Keyin inçiki küzüp baksam kızım məxsus bir defter tutup, onunğa qilishqa tegişik işlerini aldın hatırlap aladygan. Meňiş aldyda şu hatırga qarap taýýarlygyny toluq kılgan qymagalygyny teşrip çykdygan boldy. Kişilerning ýetersizdigi xilma-xil boldy. Kızım turmuşy çewer balalardan emas. Bunu palan bal terbiyesinde azdur köpdür ketkizip qo'zg'alligimizdan, balanyň tug'um xarakteridan, shundaqla asli balanyň o'zi qilishdagi ishlarni o'ziga qo'yib bermay, g'arazsizla uningga chatkir bo'lganligimizni ko'rishga bo'ladi. Har qanday odamning iqtidori va ojizligi ma'lum bir jihatlarni ifodalashni tayin. Bu nuqtani cho'nqur tushunishimiz uchun qizimizning yetersizligini imkoniyatning barcha qabul qilish bilan birga yana uning o'z ojizliklarini yengishga qo'limizdan kelishicha yordam qiladik. Lekin yordamlarimizni hargizmi uning qo'ldan kelmagan ishni bir-birlab qilib berishni ifodalaymaydi. Aksicha, ota-ona balaga abadiy himat bo'lolmaydi degan o'y bilan qizimni o'z ishini o'zi qilishga ilhomlantirib, har bir ishda ishni buzib qo'ysimi, uningga savrchanlik bilan muomala qiladi. Balaning biror ishni atrofga o'ylanmay, xomlik bilan qilib qo'yishidan ansirab, uning har qanday ishini to'rt ko'z bilan tikilib turib, taqilib berish, qaramoqqa balaga yordam qilganda ko'rinsimi, balaning atisini o'ylaganda u balaga qilingan ziyankesh xolos. Chunki balani o'ylash va ishlashga ko'proq da'vat qilib, uning xatolik o'tkazib turishiga yo'l qo'yganda, bala bara-bara ishlarni joyida qila oladigan bo'ldi. Qizim to'liq o'tirib maktab o'qitgan chog'larda atganlik maktab kechikib qolishdan ansirab, aldirab tinab mengib hadisa ya osh qushni ya soatini unutib qoladi. Buning bilan o'zim nihoyat patparaq bo'lib ketadi. Dadasish ko'ylan, ochquchingizni oldingizmi? Soatingizni-chu deb eskartib turardik. Ammo bara-bara har kuni bundoq eskartib vaziyat bo'lmaydiganligini his qildik. Chunki qizim boshqalarning eskartishiga yo'linib olmay, o'zini o'zi eskartib turishni o'rganib olish kerak edi. Men uningga maktabdan qaytib kelganda vazifasini bo'libla oshqushni bo'xchingizga solib qo'ying. Uyga kirgandan keyin oshqushni hargiz ishiraga tashlab qo'ymang. Bo'lmasa atganda yana unutib qolasiz. Soatingizni qo'lingizni olgan hamon bo'xchingizning yon-yonchig'iga solib qo'ying deb chekilab turatdim. U ma'qul deydi-yu, oshqush bilan soatni yana bexotlik qilib shiraga tashlab qo'yadi. Bir qatim qizim velosipedning oshqushini yana unutib qolg'achqa maktab borgandan keyin velosipedni quluplayolmay shu payt qo'yib ekan, uni maktab sizib qolibdi. Velosipedni quluplamay qo'yish maktab qoidasiga xiloflik bo'lg'achqa, qizim shu vajdan tekshirishnom yozibdi. Hatto sinfning natijasiga ta'sir etdi. Qizim oshni bexastaligidan bek mungsizlandi. Dadasi ko'ylan savallikning balasi ekanligini bilib tursaqmi, bu ishni qandoq biz burun demaganmidik degandek gaplar bilan yuziga solmay faqat Newtonga o'xshab qoldingiz. Unchalik savallik degan bo'lib turdi qizim deb chaqchaq qildiqda, uni bundan keyin maktab qoidasiga qattiq amal qilish bilan birga maktab oshxonasini bir necha navbat xolisani tozalab berish badaliga sinfdan topqizib qo'ygan nomerini to'liq o'lchashga ilhomlantirdik. Men qizim yozgan hiliq tekshirishnomani suratga tortib olgandan keyin hozirdan boshlab bu doktor Newtonga munosabatli materiallarni yig'ib saqlayman, dedim qizimga chaqchaq qilib. Doktor Newton mashhur shaxsga aylangandan keyin bu ishlarni klassik hikoyalarga aylanib quloqdan quloq yetadigan qizim. Balaga tutgan bundaq pozitsiyamiz qizimizning ko'ngliga g'ashini darhol unutishga turtki bo'ldi. Qizim maktabda xolisani emgak qilib yurib, sinfning qizim sababli tatqizib qo'ygan nomerini to'liqladi. Muhimi qizim shundan keyin velosipedning ochquchi bilan soatini unutib qolmaydigan bo'ldi. Ota-onalar balani tanqidlamasin demoqchi emasman.
Ammo tanqid burunqidek tanbeh tusunlam olsa bo'lishi kerakmi? Biror yerini yaralandırıb olgan odam og'riqning oldi bilan o'z sezganga o'xshash savallik o'tkazgan va chatoq terib qo'ygan bolalar ota-onasi demisimi ichida numus qiladi, o'kindi, azoblandi. Ota-onalar bundaq chog'da bolaning o'kinishlariga parvo qilmay, qapqada turib uni ayblasa, ko'rmin qilgan bilan o'git nasihatlarni yana takrorla qilib o'ltirsa, numusdan o'zini qo'yg'il yer topolmay turgan bola texim azoblanib ketadi. Hatta o'zining yuzini ayash maqsadida ota-onasining ko'tildashirga bo'lgan noroziligini ifodalash uchun ota-onasi bilan qasddan takolishishi yoki ota-onasining gaplarini qirg'a olmay turib o'lishi mumkin. Ota-onalar bolani hadisli tanqidlaydigan bola bo'lsa ota-onasini bilan ota-onalar bolani hadisli tanqidlaydigan bola bo'lsa ota-onasi bilan hadisli takolishadigan ish uzun muddat davomlashaversa, bola bara o'zining savalligiga pisand qilmaydigan, ota-onasining gaplarini parvoga olmaydigan bo'lib oldi. Kishilarning ko'pinchisi savallik o'tkazib qo'ygan bola bilan silliq sipoyi mo'dishning nihoyat muhim ekanligini obdan bildi-yu, gezi kelganda hamisha ko'ngini bo'yicha "Voy, kirmin qatim degan-ku men sana. Yana shunda qilibsan. Voy, kallang nega ketgan? Avaylasang bo'lmamdi?" deb shalasini chachqil turdi. Bundaq gaplarni eg'izdan chiqarib bo'lib o'z pushaymon qildi. Ammo kelar qatim shunday qishga yo'liqqanda bilib-bilmay yana burunqi sanimiga daslaydi. Ba'zida bola g'apla, shapla azor berib bo'lgandan keyin pushaymonini "Apla, mushu mijozimning usalliqiza" degandek gap bilan tugatmoqchi bo'ladi. Bu xil usul mijoz ota-onalarga nisbatan aytganda tirnoqchilik savallik sanalgani bilan bolalarda intayin og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni u bolalardagi arzimas savallikni saqaymas kasallikka aylantirib, bolalarni qiziqqan, jahil, xatolik ustiga xatolik o'tkazadigan yog'och quloq qilib qo'ydi. Shunga ota-onalar bolalarning o'sib yetilish davomida savallik o'tkazib beqishga muhtoj ekanligini chin dildan tunib yetish lozim. Chunki bolalarning turmush amaliyatidan yakunlagan tajriba saboqlari ota-onalarning ko'rmin qatimlab aytgan o'git nasihatlaridan mang'ala. Shunga savallik bolalar o'qimasi bo'lmaydigan zarur dars. Bolalar bu darsni ma'lum muddat o'qigandan keyin tamcha suvda dengizning aksini ko'rish, o'z ustida qayta o'ylanish va o'zini mukammallashtirish iqtidorini yetildira oladi. Demak, ota-onalar bolalar o'tkazgan savallikning qimmatini, shundaqla savallikning natijaga o'xshashli ijobiy yetaklash roliga ega ekanligini bilish lozim. Endi bolalar tasadduqiy o'tkazib bo'lgan savallikning shu bolaning o'ziga, shundaqla shu oilaga solgan ziyoniga kelsak, menimcha uni bola tarbiyasi uchun to'lagan haq deb tushunish mumkin. Menimcha shu saboqning saboq bolaning o'ngishli o'sib yetilishi, kamolati va muvaffaqiyati uchun yo'l ochadi. Masalan, yangi ilib bergan o'yinchoq mashinasini buzib o'tgan bolaning qalbidan ehtimol olam aeroplani yasash havasi va iqtidori biqsirishi mumkin. Tamoq etman deb bir qozon qo'rimini ko'ydirib o'tgan bola tanlab 5 kundan keyin davomli oshpaz bo'lib chiqishi mumkin. Şun balalarga ilmiy muomala qilib, ular terigan bala qazalarga umid nazari bilan baqalagan odam o'sha savalliklarning yomon ish emasligini his qila oladi. Xo'sh. Mushundaq ro'y holatga o'talsak, balalar savallik o'tkazib qo'ygan chog'larda hopli-shapla shalimizni chechishga yana ko'nglimiz unarmi? Dadasi ishko'lan har doim balaga deydigan "Newtonga o'xshab qoldingiz" degan bu gap balani tushunish va uningga tanqidiy tarbiya berishda qo'llangan usulimizning yig'inchoq ifodasi. Kishilar bir odamning gap qilishni biladigan yoki bilmaydiganligi uning qanday gap qilganligida emas, balki gapni qanday qilganligida deyishadi. Balani tanqidlashga bo'ladi. Ammo balaning izzat hurmatini qo'g'dab, balada o'ziga ishonch turg'izib, uni yaramli tarbiyalab chiqish nishoniga yetish uchun tanqidiy tarbiya usuli cho'qim muvofiq bo'lishga lozim. Balaning izzat hurmati, ishonchi va iqtidoriga ziyon yetkazadigan tanqidiy tarbiya usulini hargiz qo'llanishga bo'lmaydi. Newtonga o'xshab qoldingiz degan bu vositalik tanqidni misolga olsak, uningda udul esa anglag'uvchining zarsini o'rlatadigan ochiq gap chaqchaq o'ylab aytilgan. Bunda usulni qo'llanganda balaning izzat hurmatini qo'g'dash bilan birga balaning holiga yetganligini, hatto balaning ma'lum bir jihatga qobiliyatiga bo'lgan mamnunlikni ifodalagan bo'ldi. Ham balalar mundaq tanqidlarni yoqtiradi. Balalar garchi turmushning ushshoq xalqlariga bexudlik qilishdek
Səvəllikni əbədi taşlay almasımı faqat şu tüpəyli çoğunraq xatalıqlarını çıxarmasılar, balalarının onda uşaq-düşək səvəlliklərə bək zığırlap ketmegülük. Özümüzni etsaq, acizliğimiz samandık. Hədislər yakundaq yakundaq səvəlliklərini ötküzüp durumuz. Misalən, bir günü təntərbiyə kiyim bilan çiniqishqa chiqqandim. Yugurib ketib etib, ishtimning bo'lashib turganligini bayqab qoldim. Qarasam, ta'tir kiyib opdimi. Bir qatim yanımdan kiyim xo'p kelmay qilib edi, tikishmoqchi bo'lib magazinga qarab chopdim. Pokayning oldiga borib magazinni sumkamni ochsam, tegishmoqchi bo'lgan kiyim uyda qolibdi. Ishqilib bundaq savallar xuddi soydek odamga har zamon so'ndish bildiradi. Qizimmi, dadasimi shundoq edi. Shunga shundoq savalligimiz qaysimizni ko'rilmasin, mana Newtonga o'xshab qoldi-da, deb kulishib ketamiz. Demek bundaq tanqid ailemizde kemsitish ve tembih tutishni alınmagan qiziqchilik shaklida o'tirg'i chiqqan edi. Balalarning ba'zilari zil, ba'zilari beparvo, ba'zilari chivar, ba'zilari kalampay keladi. Ba'zi balalar kichigidan tartibla turmushning ushsha qalqilariga moyillik bilan zan soldigan bo'g'ashqa odatda ziyrak va qobil ko'rindi. Ba'zi balalar untinsiz xiyol surishga umroq bo'g'ashqa kunlab xiyol dengizga g'ulash tashlaydi. Şunlarning qiyofati ba'zida tushakab ketgan odamga o'xshab qoladi. Demak, balalarning hayotlik holati xilma-xil xoslik ichida mavjud bo'lib turganligi uchun ularning ashunda xosligini saqlashiga yo'l qo'yish lozim. Uning ustiga bunda xoslik va farq har bir odamning o'zi xos rangdorligiga ega qiladi. Ziyoda mukammallikni qo'g'ilishtirgan ba'zi ota-onalar balalarning har bir ish harakatiga yepidan yig'nisiga chizib soladi. Bola salla ketkizib qo'ysa yoki ma'lum bir jihatda beqovullik qilib qo'ysa, qattiq tashvishga tushib ketadi. Bolaning bu yetarsizligini darhol tuzatmoqchi bo'ladi. Ammo ular bu niyatini ishga oshirishda faqat bolaga undaq qilma, mundaq qil deb o'g'it so'lig'ilan murojaat qiladi. Navoda bolasi o'xshash savallikni sodir qilsa, shu hamon bo'ri tersin kiydi. Aşı dərəcəyə yetken kişilər əməliyyatda şəfqətsiz ata-onaga aylanıb bolğan buldu. Newton turmuşning uşaq qalqılarına bexodluq qilganligi sababli ətirin kəşkişə tilansa, anlagan bolsam Newton bo'lib chiqa olarmidi. Edison ayib tanbeh ichida o'sgan bo'lsa, olamshumul kashfiyotlarni yarata olamidi. Bolalar betajribsizlik yoki bexodlik sababidan sodir qilib qo'ygan savalliklari adab axloqni buzmasala, bolalarni ayblab, chechilib yurishning hojati yo'q. Hatto tilga ilib yurmasimi bo'ladi. Chunki bola o'sha savallik vajidan kelib chiqqan qulaysizlik va ziyon, zahmatni ko'rib, qanday qilishi lozimligini allaqachon ta'minlab bo'lgan bo'ldi. O'zimizning turmush tajribalarimizni bolalarga so'zlab bersak, albatta bo'ldi. Ammo bolalarning issiq so'g'aqni beshidan o'tkazib, yetilishini savatjonlik bilan kutmay bo'lmaydi. Bu jarayonda hatto ularga bexodlikning achchiq chuchuklarini tetib boqadigan fursatni ota-ona hozirlab berish kerak. Bola issiq so'g'aqni ko'rib o'zining izzat obro'yini saqlashni bilib olsalar, o'rganishga tegishli narsalarni o'zidan o'rganib, ko'ngil qo'yishga tegishli nuqtalarga alohida diqqat qiladi. Endi yana bir nuqtadan tahlil qilsak, bolaning ba'zi jihatdagi qobiliyatsizligini, boladagi tug'um xarakter keltirib chiqargan bo'lsa, boladagi yetersizlikning ota-onalarning tanbeh va ogohlantirishlar bilan o'ngishilishini atayin. Aksicha, ota-onalar bolaning undaq yetersizligi haqida aqlay, ko'klay deb kutildaversa, bolaning u jihatdagi qobiliyati ojizlab, oxiri o'zini texim kamsitadigan bo'lib qoladi.